Xo'p, bu darsimizda endi biz y bilan yasaladigan unli harflar. Bular quyidagilar. Mana bu harflar. O'tgan darsimizda ko'rdikki, a harfi va u harflarining yasalishi bor edi, to'g'rimi? Mana bu yadan boshlaymiz. Demak, oddiy esingizda bo'lsa, bu qanaqa tovush edi? A harfi edi, to'g'rimi? Bunga endi yana bitta tayoqcha qo'shib qo'yadigan bo'lsak, bu nimaga aylanadi? Yaga aylanadi. Juda ham oddiy va juda ham oson. Masalan, yashik degani, yashik deb talaffuz qilishimiz mumkin. Yashik. Xo'p, yana qanaqa? Yangmal degani bor, masalan. Yangmal deb talaffuz qilishimiz mumkin. Yangmal va hokazo. Xo'p, yo degani masalan. Demak, yo ham esingizda bo'lsa, mana bu so'zimiz, mana harfimiz o'zbek tilidagi o bilan bir xil edi, lekin yana bitta chiziq qo'shadigan bo'lsak, bu nimaga aylanadi? Yoga aylanadi. Bitta misol boyagi mokta fe'lidan olsak agar, mogyo degani yedir, ya'ni mogyosso bo'lsa agar, mogyosso bo'lsa, demak bu qanaqa o'qiladi? M O G Y O So, mogyosso deb talaffuz qilinyapti. Ko'rib turibsizlar mana. Mana bu yerda k g e'tibor bergan bo'lsanglar, ya'ni mana o'zi k harfi edi. K harfi edi. K harfi edi. Lekin pachimda kelsa k deb talaffuz qilinardi, lekin ikki o'nli o'rtasida kelsa g deb talaffuz qilinardi. Lekin bizda hozir bu holatimizda o va yoni o'rtasiga kelgani uchun gyo deb talaffuz qilinyapti. Xo'p, keyingi o'nlimiz esa yo harfi, juda oddiy. U harf bilan bir xil yoziladi, faqat bitta qo'shimcha tayoq qo'shiladi xolos. Ya'ni yo deb talaffuz qilinadi. Yo. Masalan, yogiyo degan anovi chiqqan hozir Koreyada shunaqa ovqat zakaz qiladigan programma bor, Yogiyo deydi. Ancha bo'lgan bu programma chiqqaniga. Yogiyo degan gap ham bor. Buni oldingi o sifatida, oning misoli sifatida. Yogi degani, masalan, koreys tilida bu yer degani. Xo'p, keyingisi yu harfi, bitta gorizontal chiziq, tepadan pastga ikkita chiziq. Bu esa o'zbek tilidagi u bor edi-yu, shunga yuni qo'shib yeni qo'shamiz, bo'ldi. Yu deb talaffuz qilinadi. Misol, qanaqa misollar? Uyu misolini olaylik. Yu o'qilishi yu sut degani. Sut degan ma'noni bildiradi. Keyin yelar. Bu ikkalasi ham demak o'zi esingizda bo'lsa, mana bu bor edi, esingizda bo'lsa, oddiy bunga bitta tayoqcha qo'shiladigan bo'lsa, yega aylanadi. Yana bitta bor edi, oddiy bu ham edi. Bunga endi bitta tayoqcha qo'shadigan bo'lsak, nimaga aylanadi? Yega aylanadi. Ye degani koreys tilida ni ham ba'zida ye deyishadi. Yoki mana bu ye degan mana gapni oladigan bo'lsak, yegi degani o'qilishi yegi. Nima uchun bu yerda yana g deb talaffuz qilyapti? Chunki ikkita o'nli o'rtasiga kelyapti va uzr. Mana bu yerda bitta nima qo'yishib esdan chiqdi dumaloq. Yegi degani koreys tilida demak suhbat degani. Xo'p, bo'ldi. Keyingi unlilarimizga o'tamiz. Bular endi v tovushini beradigan sal murakkabroq unlilarimiz. Bularni esa keyingi videomizda o'rganib boramiz.